Yosi nashrining xabar berishicha, Hamilton Nursulton Rozboyev 17 avgust kuni bo'lib o'tishi kutilayotgan Yosi 319 turniri doirasida polshalik jiddiy raqib Mixailga qarshi oktagon ko'tarilishi belgilandi. Ushbu jang ishonchli manbalar tomonidan e'lon qilindi. Har ikki jangchi ham Chikagoda jang bo'lishini rasman tasdiqlashdi. Eslatib o'taman, Yosi 319 turnirining asosiy jangida Hamzat va Plasis chempionlik uchun jang qilishadi. Xotan Boynazarov esa Kislovodskida Hamzatning Plasisga qarshi chempionlik kamari uchun mashg'ulotlar lageriga yetib bordi va Hamzatga sparinglarda yordam bermoqda. Barchaga salom, sizlar bilan har kunlik tezkor sport yangiliklari bilan Tahlil MMA kanali demak yangiliklarni boshladik. Ilya Topuria o'zining Charles Oliveiradan ustunligiga shunchalik ishonadiki, u muxlislarga chempionlik uchun kurashda qaysi usul bilan g'alabasini qo'lga kiritishni tanlashlarini taklif qildi. Topuria ushbu videoni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga joyladi va muxlislarga murojaat qildi. Uning gaplari: Oliveirani qanday mag'lub etishimni xohlaysizlar? Nokaut bilanmi yoki bo'g'ish usuli bilanmi? Dedi Ilya Topuria. Oliveira esa o'z muxlislariga raqibini nokautga uchratishga va'da berib, jangda qanday g'alaba qozonishni rejalashtirayotgani haqida allaqachon qaror qabul qilgan. Jang haqida mening shaxsiy fikrim: Ilya uzoq masofada juda yaxshi harakat qiladi. U yakka zarbalar bilan ishlaydi, masofani o'lchaydi, keyin esa 5 zarbali seriya bilan portlaydi. Ammo men uni klinchda ko'rmoqchiman. U bunday vaziyatda qanday harakat qiladi? Hali biz uning klinchda qanday jang qilishini ko'rganimiz yo'q. Agar Charles uni klinchga torta olsa, Ilya yaqin masofada ishlashga majbur bo'ladi. Tanaga zarba berib, keyin boshga o'tadi. Lekin bu paytda tizadan zarba olish xavfini boshdan kechirishi mumkin. Agar Charles uni klinchga tortib kira olsa, nima bo'lishini ko'rish qiziq bo'lardi. Xullas, Gruzin o'zini ortiqcha maqtaydi va o'zini yuqori baholamoqda. Ishonchim komilki, u uchun hammasi Sarukyan bilan tugashi aniq. U singan Charlesdan hech qanday muammosiz o'tsa kerak. Sean O'Malley Ilya va Oliveira o'rtasidagi bo'lajak jang haqida o'z fikri bilan o'rtoqlashdi. Uning gaplari: Men Topuria va Islamni ko'rishni afzal ko'raman. Men uchun ular dunyodagi eng yaxshi 2 funt sterling jangchisi. Menimcha ikkalasi ham pound for pound reytingida birinchi o'rin uchun bog'langan. Undan keyin John Jones. Lekin Islam yuqoriga ko'tarildi va Topuria Oliveiraga qarshi jang qiladi. Yuragim Charles deydi, miyam esa Ilya deydi. Ayniqsa u ketma-ket Volkanovski va Holloway'ni dahshatli nokaut qilganini inobatga olsak. Men bu jangdan hayajondaman. Bu xalqaro jang haftaligi, bizdan keyingi raqamli turnir va men uni intiqlik bilan kutyapman. Jackning Belalga qarshi jangidan keyin Islam va Madalena jangi yanada qiziqroq bo'lib ketdi. Lekin men haligacha Islam va Ilya jangiga ko'proq qiziqaman va baribir umid qilamanki, biz bu jangni ko'ramiz, dedi amerikalik podkastining so'nggi qismida. Ma'lumot uchun, Sean O'Malley shu hafta oxirida oktagonga qaytadi va u yerda Merab Dvalishviliga qarshi chempionlik kamarini qaytarishga harakat qiladi. Arman Sarukyan Ilya va Oliveira jangiga o'z taxminini bildirdi. Uning gaplari: Bu og'ir jang bo'ladi, lekin baribir o'ylaymanki, Topuria Oliveirani muddatdan oldin mag'lub eta oladi. Topuria faqat boks qiladi, uni yerga tushirishga urinmaydi, chunki uning boksi Oliveiranikidan ancha kuchli. Menimcha Oliveiraning erkin kurash ko'nikmalari ham yetarli emas. Topuriani yerga yiqitishga kuchi yetmaydi, dedi Arman Sarukyan. Bugungi qisqacha roligimiz shulardan iborat edi. Rolik sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying. Ertangi rolikda ko'rishguncha barchangizga xayr.